Muhammadjon aka o'zi sizni nimaga taklif qilganini bilasizmi? Yo'q. O'sha payt axborotning vodiy bo'yicha muxbir edingiz. Siz nima qilib yuribsiz u yerda? Batkenda bo'layotgan voqealarga butun o'zbek xalqi ham xavotirli bilan qaray boshladi va ularga real voqelik haqidagi axborot kerak edi. Ularning o'zi rejasi nima bo'lgan? Terrorchi guruhlarning O'zbekiston va Qirg'iziston hududiga tajovuzi tasodifiy emas. Siz adashmasam o'sha esdaliklaringizda Juma Namangoniyni va kimnidir ko'rdim. Men Juma Namangoniyni Abramov muzligi oldida ko'rdim, yuzma-yuz. BBCda Tohir Yo'ldosh aytyapti. Jangarilarimiz ozodlik bayrami oldidan yirik qo'poruvchilik va terrorchilik harakatlari sodir etishadi. Bayram deb mustaqillik kunini nazarda tutyapti. Tahdid qilyapti. Hudud Qirg'izistonda o'z aytingizki chegaradan o'tishda qiyinchiliklar bilan o'tdi. Bu tasvirlarni Toshkentga qanday yetkazib turdingiz? Shu tomog'imdan olasizda. Shu qiziqda qanday Shuning uchun biz kelishgan edik. Harbiy samolyot bitta muxbirni va uning tasvirchisini Farg'onadan to'g'ri Sari Osiyoga uchib borishi, Balki men aytishim kerak bo'lmagan gapdir o'ylayman, lekin bugun ayting endi. на кого работаешь dedi. O'rta general dedi. Men O'zbekiston Oliy Majlisining deputatiman. Biz Sari Osiyo jangovar harakatlarida ishtirok etganlardan so'raganimizda janglar butunlay qiyofasi boshqacha edi. Mana shu yerga izoh berib berdik. Bu gapni hozir sizga birinchi marta aytyapman. Haliga qarab yurdi. Shunday borib Ruzayda olishganda snayperdan otishdi. Qopqon ekanda. Gaplashib turib, siz undan intervyu oldingiz, 5 minutdan keyin u yo'q bu dunyoda. Men o'sha kasetani uni oilasiga keyin olib berdim. Stand-upda qaraganingizda sizda qanaqadir qaltiroq sezardim-da. Bu ichki qo'rquvmidi yoki Hayotimni yo'qotishdan qo'rqmaganman. Aslida tasvirga tushirib bo'ldi. Men yonida turibman, yonimda operator. Kamera 14 kilo turadi. Shuni bunday to'xtatib turganmiz shunda. Shu o'q kelib kameraga tegdi. Muhammadjon aka o'zi bu harbiy studiyaga sizni nimaga taklif qilganini bilasizmi? Yo'q. Bilmaysiz-a? Keling ko'rsatuvni boshlaylik, ko'rsatuv davomida ayta qolay shu gapni. Boshladik bo'lmasa. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun bizning qarorgohimizda Muhammadjon Obidov. Bu nom mamlakatimiz aholisiga juda yaxshi tanish. Jurnalistlar ustoz deb murojaat qilsa, bizning harbiylar ham safdoshimiz deb murojaat qiladi. Buning sabablarini albatta bugungi guringimiz davomida o'zingiz bilib olasiz. Lekin siz o'zingizni kim deb hisoblaysiz? Jurnalistmi? Tadbirkormi? Chunki tadbirkorlar bilan gaplashsak, Muhammadjon akaning katta tadbirkorligi bor deydi. Harbiylar orasiga borsak, biz safdosh bo'lganmizmi? Muhammadjon aka bilan bir nechta jangovar harakatlarda bo'lganmiz degan gaplarni eshitamiz. Umuman Muhammadjon Obidov kim o'zi? Bu an'anaviy savolga va an'anaviy javobga o'xshasa ham, lekin meni hayotimda unday emas. Men o'sha 4-sinfda o'qiyotganimdayoq maktabda radio o'zida tashkil qilib, radio eshittirishlar olib borardim. Buni tarixi uzoq albatta va butun umrim jurnalistikasiz nafas ola olgan emasman. Demak, jurnalist. Shunday. Qarorgohni kuzatib borasizmi? Albatta, bu juda ham ajoyib suhbatlar. Men aytardimki, vatanparvarlikning bitta namunasi mana shu qarorgoh studiyasidagi ko'rsatuvlardir. Qarorgohda xush ko'rdik. Endi Muhammadjon aka, bizni kuzatuvchilarimizda albatta tabiiy savol tug'iladi. Muhammadjon Obidovni qarorgohda taklif qilinganligining sababi nima ekan deb men bizni kuzatuvchilarimizga alohida taklif o'taman. Muhammadjon Obidov ikkita juda yirik jangovar harakatlarda jurnalist sifatida harbiy kamuflyajda ishtirok etgan. Bu Batkent voqealarida va Sari Osiyo uzun voqealarida. Har bir voqeaning o'ziga xos tarixi bor. Muhammadjon aka, keling mana shu voqealardan suhbatimizni boshlasak. 99-yilda Batkentga jangarilar kirib keldi. Ularning o'z rejasi nima bo'lgan? Nima uchun aynan Batkent orqali kirib keldi? Buni tub sababi O'zbekistondagi mavjud demokratik tuzumni ag'darish va Islom Respublikasi qurish edi. 99-yilda emas, aslida 90-yillarning boshida boshlangan. Yodingizda bo'lsa, 91-yil mamlakat mustaqilligini e'lon qilganiga endi 3 oy o'tganda Tohir Yo'ldosh va Juma Namangoniylar boshlig'idagi to'da bular Namangan viloyat hokimiyatini egallab olib, o'sha yerda bular O'zbekistonda demak Islom Respublikasini tashkil qilamiz degan shiorni olg'a surishgan va davlat rahbariyatining oldiga mana shu talab bilan chiqishgan. Keyinchalik ular u yerda o'zini taslim bo'lishini sezgandan keyin qochib ketishgan va Tojikistonni Tavil darasidan makon topishgan va
Tavildaradan So'xga kirish kerak edi. Lekin So'xga kirguncha ular Batken hududidan o'tish kerak edi. Shunda ular Qirg'iziston hukumatiga biz So'xga o'tib ketamiz, sizlarga tegmaymiz, bizga faqat yo'l ochib bersalar ham bo'ldi degan shart qo'yishgan. Lekin albatta Qirg'iziston hukumati bunga yo'l qo'ymadi, qarshilikka. Xo'p, qarang, harbiylar tushunamiz, ular albatta yo'lini to'sadi. Lekin jurnalist sifatida siz adashmasa o'sha paytda axborotning vodiy bo'yicha muxbir edingiz. Shunday. Siz nima qilib yuribsiz u yerda? Bu O'zbekiston tinchligiga tajovuz edi aslida. Shuning uchun ham Batkenda bo'layotgan voqealarga butun o'zbek xalqi ham xavotirli bilan qaray boshladi va ularga, xalqimizga real voqelik haqidagi axborot kerak edi. Shunda tahririyatdan menga tavsiya berishdi. Topshiriq emas, yana takror aytaman, tavsiya. Agar siz rozi bo'lsangiz boring. Chunki nega? O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida muxbir almashish yoki axborot almashish haqida qonunlarimiz yo'q edi. Biz akkreditatsiyadan ham o'tmagan edik Qirg'izistonda jurnalistik faoliyat yuritish uchun. Shuning uchun tavsiya matim yo'q, albatta boramiz. Va birinchi chegaradan qanday o'tdingiz unda? Endi buni sirlari bor. Hozir ularni to'g'ri oradan ancha vaqt o'tib ketdi, lekin o'tib ish faoliyati boshladik va birinchi kunlardanoq dunyoga mashhur eng yirik teleradio kompaniyasi NHK ning muxbirlari keldi, 5 kishi. Rossiyaning ikkita telekanali keldi. Bu bejizmasida, bilasizmi nimaga? Chunki o'sha joyda yaponlarning geologlari ishlayotgan edi. Shunda oltin konida ishlayotgan yapon geologlarni ular kirib kelishdayoq asirga olishgan. Rossiyadan Ozodlik radiosining muxbiri kecha kunduz o'sha yerda bo'ldi, u ham, lekin ular shtab Batkenda joylashgan, voqelik undan 70-80 kilometr, ba'zi joylari uzoq joyi 180 kilometrgacha bo'lgan masofada chegaraliq. O'sha yerdan kirib kelishgan. Voqealar u yerda. U yerga hech kim bora olmaydi. Borish uchun ikkita yo'l bor. Biri qo'mondonni vertolyotida borish kerak, ikkinchisi Vilis mashinada borish kerak, lekin u ham xavfsizlik vazirligining ruxsati bilan. Hamma yoqda postlar. Ikkalasining ham imkoniyati yo'q. Shu yerda bitta narsaga aniqlik kiritib ketaylik. Sizni esdaliklaringizni o'qiganimda o'sha Batkent voqealari bo'yicha o'sha jangari guruh haligi tepadagi qishloq aholisiga 2 kunning ichida 100 kilo tuzlangan go'sht tayyorlab qo'yishni topshiriq bergan ekanda. Birinchi kirishgan kuni. Ular shunchalik ko'pchilik bo'lganmi? Hisob kitoblarga qaraganda birinchi guruhda o'zida 80 ta odam kirgan, birinchi guruh. Undan keyin ertasiga ikkinchi guruh, keyin uchinchi guruh kirgan va ular o'zi aslida Olimjon, bular ilgariroq 1 yil ilgari kelib bu joylarni hali razvedka deymiz-ku, razvedka qilgan, qayerga lager qilsak bo'ladi, qayerda oziq-ovqat omborini qilsak bo'ladi, qayerda shtab qilsak bo'ladi. Bu mana shunday razvedka qilib kelib, kimlarni hatto yollash mumkin degan savollarga ham javob topishgan. Demak, qarang, siz Batkentga shtabga borib joylashdingiz. Odatda harbiylar jurnalistlar o'z-o'zidan axborot bilan ta'minlamaydi va imkon qadar axborotlar yashiriladi. Lekin o'sha davrlar men yaxshi eslayman. Siz yangi axborotlarni tasvirlar bilan berasiz. Qanday bunga erishgansiz? To'g'risi bor-ku, bu savollar o'sha paytda bizga qiziq edi, hozirgacha uning yechimi bir sirda oshkor qiling endi. Bilasizmi, bizning ustozimiz jurnalistika fakultetiga Tug'on Ernazarov jurnalistika topshiriq berildimi? Xo'p dedimi? Tamom, uni bajarish kerak. Har qanday sharoitda bajarish kerak deb ta'lim berganlar, ya'ni eshikdan haydasa derazadan kirasan deb. Buni o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Biz Batkenga bordim. Boshqa ommaviy axborot vositalari muxbirlari ham hammasi turibdi, lekin hech kim voqea joyiga bora olmaydi. Biz faqat o'sha voqea joyiga borib kelgan ofitserlardan eshitganlarimizni yetkazamiz xolos. Yoki nimada haligi harbiy aeroportda bo'layotgan harakatlarni olamiz. Yuklar keladi, harbiylar keladi, samolyot uchib ketadi. Shunga o'xshagan tasvirlar fonida umumiy axborotlar berardik. Lekin bu real holat haqida bera olmaysiz. Endi gazeta bo'lsa bir narsalar yozish mumkindir, lekin televideniyada tasvir kerak. Shunda men shtab boshlig'ini oldiga general mayor Chotbayev degan odam juda ajoyib inson, juda ham qattiq hurmat qilaman. U kishi hozir ham hayotlar. Uni oldiga kirdim. Endi uni oldiga kirish o'zi juda katta muammo, lekin yo'lini qilib kirdim. Kirib, o'rta general dedim, siz kecha Ozodlik radiosini eshitdingizmi dedim. Aytdi, yo'q dedi, nima bo'pti dedi. Kecha Ozodlik radiosida Qirg'iz armiyasini bitta oyog'ida keta, ikkinchi oyog'ida etik, avtomatini magazinida bir donadan o'qi bor xolos.
deb axborot berdi dedim. Desam jahli chiqib ketdi. Bu tuhmat-ku. Tuhmat dedim. Men ko'rib turibman bu qirg'iz armiyasini qanaqa urushayotganini beshta bilib turibman. Nechtasi halok bo'lyapti. Tepadan vertolyotda o'zingiz olib tushyapsiz, yaradorlarda halok bo'lganlar. Agar siz ruxsat bersangiz dedim, men buni yolg'onligini isbot qilardim dedim. Qanaqa qilib dedi. Uning uchun meni vertolyotda olib ketsangiz voqea joyiga dedim. Men bularni hammasini tasvirga tushiraman, olib kelib ko'rsatuv qilib O'zbekiston televideniyasidan butun dunyoga tarqatamiz uni dedim. Va Ozodlik radiosi yolg'on axborot berganini oshkor qilamiz dedim. Qo'lingdan keladimi dedi. Keladi dedim. Armaqoyev dedi. Bitta podpolkovnik kirdi. Bu dediga ruxsat beraman ertagadan men bilan vertolyotda uchishga. Kechki payt bo'layotgan gap endi. Dedi, men tasvirchiman bor, Shuhrat Mirzakarimow, unga ruxsat beraman dedi va ertasi kundan boshlab biz erta tongda qo'mondon bilan uni vertolyotida voqea joyiga uchib bordik. U haqiqiy urush bo'layotgan holati. Bilasizmi, kinolarda ko'ramiz-ku. Xuddi shunday urush holatida edi. U tomondan ham halok bo'lyapti, bu tomondan ham afsuski shahid bo'lyapti. Va o'sha juda tez ishladik. Adashmasam o'sha esdaliklaringizda Juma Namangoniyni kimnidir ko'rdim deb yozgansiz. To'g'ri. Tojikistonning Tavil darasidagi jangarilarni tayyorlash lagerining rahbari Juma Namangoniy bo'lgan. Tohir Yo'ldosh Afg'onistonda turib boshqargan bularni. Tohir Yo'ldosh moliyaviy qurol aslaha bilan ta'minlab turgan. Juma Namangoniy u Boltiqbo'yi mamlakatida harbiy oliy ta'lim yurtini bitirgan. U professional harbiy. Shuning uchun u jangarilarni u tayyorlagan. Men Juma Namangoniyni Batkendagi urush harakatlari tugaganda oxiri Abramov muzligi oldida ko'rdim, yuzma-yuz. Hamda Abdulaziz degan laqabi Abduvali Yo'ldoshev degan aslida bu shu Batkenga kirgan guruhning rahbari edi. Xullas qalam, siz birinchi kunlik syomkani qildingiz, tasvirga tushirdingiz. Keyin o'sha kuni qaytdingiz va uni axborotga yorityapsiz. Men vertolyotda qaytib keldim. Qaytib kelsam, birinchi kunda endi o'zi ilgari Chotboyevning vertolyotini kutilardi. Kimdandir bir og'iz bo'lsa ham informatsiya olishga. Hamma jurnalistlar barobar savol berardi. Hozir Trampga savol berishadi-yu, hayqiriq bilan, xuddi shunaqa. Keyin men tushib keldim bir vaqt. Hammasi hayron bo'lib qoldi. O'zbekistonning jurnalisti generalning vertolyotda birga tushib keldi. Nima bo'ldi? Xullas, men ham o'zimni hamkasblarimga qo'limdan kelganicha ko'rgan bilganlarimni gapirib berib turdim. Lekin tasvir faqat menda edi. Shunda NHK televideniyasi kechasi shu yerda bitta nozik savoli borda. Xo'p, siz u yerda tasvirga tushiryapsiz. Hudud Qirg'izistonda o'z aytdingizki, chegaradan o'tishda qiyinchiliklar bilan o'tdi. Bu tasvirlarni Toshkentga qanday yetkazib turdingiz? Shu tomog'imdan olasizda, Olim akada. Biz u yoqqa o'tganimizda boya aytganimdek bir kelishuv huquqiy maqomim yo'q edi. Muxbir sifatida. Shuning uchun biz kelishgan edik. Bilan men har kungi kasetani ma'lum bir joyga olib borardim. Menda mashina bor edi. O'sha joyga olib borardim. Bugun bu joyga olib borsam, ertasiga boshqa joyga olib borardim. Va shunaqa kelishuvlar bo'lgan. U kaseta o'sha zahotiyoq Farg'onaga olib kelib, samolyot bilan Toshkentga yetkazib turilgan. Shunaqa aloqalar bo'lgan. Undan ortig'ini ayta olmayman, lekin har kunlik voqealarni yetkazib turishga harakat qilganmiz. Juda uzoq ketsa 2 kunlik voqealarni berganmiz. Puxta ishlagan ekansiz. Endi bu meni ishim emas, bu. Xo'p, keyin sizni tasvirlaringiz adashmasam o'sha Yaponiyaning mashhur kompaniyasining efirlarida ham ketdi. To'g'ri, NHK televideniyasi bizni tasvir. Men o'sha u yoqdan olib kela boshlaganimdan keyin birinchi savol ularda NHKning muxbirlarining savoli, bizni yapon fuqarolarimizni ko'rdingizmi? Ularning ahvoli qanaqa? Ularni tasvirga tushira oldingizmi? Agar uchratib qolsangiz, darhol biz uchun intervyu oling. Qancha pul desiz, to'laymiz deyishdi. Shu yerda oydinlik kiritib keting bo'lmasam. Ularning qo'lida asirlar orasida kimlar bor edi? Men bilishimcha bir qirg'iz generali ham bor edi. Ha, albatta. Ular birinchi safar kirganda o'sha dastlab 4 kishini asirga olishgan. Bu Batkenning hokimi ham bor edi, ichki ishlar bo'limining boshlig'i ham bor edi, yana 2 ta amaldor bor edi. Bu to'rovlasini birinchi kuni olishgan asirga. Keyin yapon geologlari teparoqda Kon degan joyda bo'lgan, Oltin konida. Bularni olib kelaman deb Qirg'iziston ichki ishlar vazirining o'rinbosari general Shankeyev borgan. Yonida 3 kishi, bitta haydovchi va 2 qo'riqchi bilan. Borgan paytda
u yoqda poylab turishgan, baribir buni olgani kimdir keladi deb. Pistirmada bo'lgan, ha? Pistirmada, ha. Va bular kelish bilan darhol otishma qilishib, Shankeyevni yonidagi yigitni otib tashlashgan, u ozgina qarshilik qilishi bilan. Shundan keyin Shankeyev aytgan, hech kim qarshilik qilmasin. Pistirmada turgan. Lekin Shankeyevni haydovchisi Vilis mashinada bo'lgan, u bir yo'lini qilib u yoqqa bu yoqqa zigzag qilib turib mashinani o'qdan nima ehtiyot qilib o'zini qochib ketgan va butun bo'lgan voqeani Batkenga kelib o'sha gapirib berdi. Bularni asirga tushganini, boshqasini. Demak, general Shankeyev asirga olinyapti. Uning yonida qo'riqchilar asirga olinyapti. 4 nafar geolog asirga olinyapti. Undan oldin jami 17 kishi asirga olingan. Hammasi o'sha Batken voqealari davomida. Birinchi 4 ta odam bu Batkenning hokimi, Ichki ishlar bo'limi boshlig'i. Ichki ishlar bo'limi boshlig'i va yana 2 ta amaldor bo'lgan. Asirga olishgandan keyin $50,000 evaziga to'ralasini qo'yib yuborgan. Shundan keyin buni Juma Namangonidan ruxsatsiz qilgan degan gaplar tarqaldi va shuning uchun Juma Namangoni keyin avgust oyining 23-kuni Sirt degan joyi bor, shunday so'qqa yaqin joyda, shu joygacha bostirib kirishganda sal qolgan so'qqa kirishlariga qattiq otishma bo'ldi. Shu otishmada shu kungacha bo'lgan jangda yaradorini olib ketishgan, har qanday holatda. O'lganini juda chuqur bo'lsa ham, yengilroq bo'lsa ham ko'mib ketishgan. Lekin bu yerda Abduvali Yo'ldoshevni tashlab ketishgan. Va ekspertizani aytish bo'yicha o'q orqasidan ekan. U oldida yurgan, o'q orqadan. Va keyin Qirg'iz armiyasi harbiylari, maxsus xizmatlari shunday bir xulosa aytishdiki, buni o'sha o'zlari jazolab qo'yib o'zlari jazolashdi. Undan 2 kun ilgari uni guruh rahbarligi lavozimidan bo'shatishgan. 22 avgustdan 23 avgustga o'tar kechasi noxush xabar tarqaldi va shu jarayon hamma uchun qiziq bo'ldi. Shuni bir batafsil yoritib bering. Bilasizmi? Qirg'iziston tomoni hamisha asirlarni ozod qilishga harakat qilib keldi. Aslida Qirg'iz armiyasiga O'zbekiston juda katta yordam bergan. Biz o'sha aeroportida, Batken aeroportiga doim samolyotlar kelib ketib turardi. Gumanitar ma'nodagi deb e'lon qilinardi, lekin ularning ichida taxminimcha o'q doridan ham, qurol aslahadan ham, balkim oziq-ovqatdan, kiyim-kechakdan yordam berilgan. Chunki bular O'zbekiston oldidagi birinchi to'siqda shular turibdi. Bu tabiiy narsa bo'lgan. Endi shu asirlarni ozod etish Qirg'iziston hukumati uchun juda muhim masala deb qaralgan va bunga jamoat arboblari, deputatlar ham aralashgan. Shunda o'sha 22 avgustdan 23 avgustga o'tar kechasi bitta borib Juma Namangoni bilan uchrashib, bularni ozod qilish shartlarini kelib aytdi-da, uchrashuv qilib muhokama qilinadi. Eng yuqori amaldor bo'lish kerak, uni ismi, familiyasi, ro'yxatini ertagacha berasizlar degan. Keyin u qaytib ketdi. Undan oldingi muloqotlarda fuqarolik faol ishtirok etib yurgan, adashmasam. Shunday, shunday fuqarolik bo'lgan. Chunki Qirg'iz hukumati qo'rqqan, agar amaldor jo'natsak, garovga olinadi degan. Chunki amaldor borsa, masalan, general Chodboyev men boraman dedi. Lekin To'poyev degan ularni mudofaa vaziri bordi, yo'q. Bu qopqon bo'lsa-chi edi. Biz o'zi shundoq ham bitta generalimiz u yerda asirda turibdi. Endi bu yerga borganda ham asirga olib qolsa-chi deb. Shuning uchun Qirg'iziston parlamentining bir deputati bor edi, faol, u ham shuga aralashib yurganda uni yuborishdi. Keyin ularni biroz jahli chiqqan bo'ldi. Ular aytdiki, agar dedi, bir sutkaning ichida Qirg'iz armiyasini katta amaldori biz bilan muzokaraga chiqmasa, biz asirda turgan general Shankeyevning kallasini uzib, sovg'a qilib korobkaga solib yuboramiz dedi. Mana shunday xabarni olib keldi. Bu juda og'ir xabar edi. Jang maydonida nechtadan qirg'iz askarlari olamdan o'tdi. Endi asir Abramov muzligini orqasidagi Tavildaraga olib borib qo'yishgan. U yerga qirg'iz armiyasi o'ta olmaydi ham. Hech narsa qila olmaydi. Tojikistonga bu haqda bir necha marta murojaat qilgan, lekin Tojikistonda fuqarolik urushi endigina yakunlangan va amaldagi hukumat hali mustahkam emas edi. Garovga olinganlardan keyin nechtasi tirik qaytdi orqaga? O'sha 4 tasini birinchi boshlanishi-dayoq $50,000 ga almashtirishdi. Undan keyin qolganlarini Batken urushi yakunlanganda shu 22-23 kundan keyin Qirg'iziston armiyasi muhokamada shunday bir qarorga keldiki,
bosish kerak. Faqat harbiy kuch bilan hech qanaqa endi bunaqa diplomatiya ish bermas ekan. O'shaning uchun desant tashlandi. Ularda juda katta desant tashlandi. Bilasizmi? Batken bilan So'x qo'shni. Chegaradoshda. O'zbekiston ham So'xga juda katta harbiy kuchlarni olib borib qo'ygandi. Katyushalar bor edi u yerda. Tanklarimiz bor edi. Hatto katta qo'rg'ondagi artilleriya ham yetib borgandi bir sutka ichida. Artilleriya o'sha yerda maxsus kuchlar turibdi, lekin Qirg'izistonning hududiga bir qadam ham kirishgan yo'q, lekin o'sha yerda tayyor turibdi. Ertasi kuni osmonda vertolyotlar paydo bo'lib, jangarilar turgan nuqtalar urdi. Urib tashladi. Ular sochilib ketishga majbur bo'ldi. O'sha o'rmonlarning ichiga kirib ketib qoldi, g'orlarga kirib ketib qolishdi. Shankiyevni kallasini yuboramiz degan sharti bu keskin burilish yasadi. Unisiga Abduvali o'ldi. U Abduvali katta shaxs edi. Butun guruhning yetakchisi edi. U mashhur komandir edi. Lekin aynan uning jasadi tashlab ketildi. Nima uchun? Boya aytdim-ku, o'sha ko'mib ketishi ham mumkin edi. Yo'q, 4 ta asrda $50,000 pul evaziga sotib olgan. Bular asrlarni yo katta pulga almashtiramiz degan, yoki o'zimiz ulardan ham asr tushdi-da. Kelishilmaganlik uchun yoki biz almashtiramiz. Kelishmasdan turib almashtirgan uchun jazo sifatida bo'ldi. Endi qizig'ida qarang. Nimaga men albatta ibora ishlatdim? Uni qarindoshlari bordir, balkim ular ham ko'rib turishgandir. Shuni jasadini general Chotboyev shaxsan o'zini vertolyotida Batkendan O'shga olib kelib tashlab qaytib ketdi. Men so'radim undan. Nega dedim, siz shaxsan o'zingiz olib bordingiz? Biz haqiqatan shumi yo'qmi ekspertiza ham qilishimiz kerak. Keyin O'shga uni xotinini O'zbekistondan olib borishdi. Qarangki, o'shalarning aksariyati o'zimizni vatandan chiqqan, o'zimizni tuzimizni ichgan, o'zimizni nonimizni yegan, adashgan yoshlardi juda ko'pchilik. Va xotini bu haqiqatdan meni erim degandan keyin uni berishdi. Endi olib borib mahallasida odamlar qabristongadan joy berishmadi. Ko'chada qoldi. Bir kun ko'mish olmasan, oxiri yaqinlari qancha to'polonlar bilan bir qabristonga olib borib kechki payt ko'mgan, yarim kechasi o'zlari jimida ko'mishgan deb eshitdim. Mana qarang. Endi vatanparvarlikning jazosi shu bo'ladi. Xiyonat shunaqa bo'lar ekanda. Jazo shunday bo'ladi. Muhammadjon aka, sizni tasvirlaringiz O'zbekiston hukumatida deylik asosiy ma'lumot manbai vazifasini bajarib turgan. Shundan keyin hukumat qanday chora-tadbirlar belgilagan? Bu haqda sizning xabaringiz bormidi? Chunki hozir aytyapsizki, har kunlik kasetalar berganda siz o'sha joydagi xodimlar bilan aloqada bo'lgansiz. To'g'ri. Bilasizmi? O'zi aslida bular Batkendan emas, boshqa joydan ham bostirib kira olmas edi. Qachonki ikkita mamlakat o'rtasidagi chegara mustahkam bo'lsa. Hali 99-yil, mustaqillik bo'lganiga endi 8 yil bo'lyapti. Hali davlatlar o'rtasidagi chegaralarni hammasiga sim tortilmagan. O'z chegara masalasi hal qilinmagan hali. Chegarani, hududlari hali hal bo'lmagan. Hal bo'lmagan edi. Bu voqealarni endi hal qilindi. Bu voqealarni tub tagidagi sabablardan biri ham, muhim sabablardan. Chegara o'zi boshqa nazoratsiz edi. Ikkinchidan, shu chegaralardan qachondir terroristlar bostirib kirishi mumkin degan fikr o'sha 99-yilgacha bo'lmagan edi. Bu voqeadan keyin, Batken voqeasidan keyin O'zbekiston Mudofaa vazirligi maxsus bir dastur qabul qilib, davlat rahbarining topshirig'iga ko'ra juda ko'p chora-tadbirlar ko'rildi. Armiya kuchaytirildi. Qurol aslaha bilan, o'q-dori bilan va o'sha chegarani kechasi nazorat qiladigan apparatura, bular juda qimmat valyutaga olingan, juda qimmat narsalar. Muhammadjon aka, meni hozir yana bitta jihat qiziqtiradi. Jurnalist sifatidagi siz va operatoringiz faoliyati. Mana sizlar chegaradan o'tdinglar, yoninglarda qirg'iz puli bo'lmagan, misol uchun, yoki bunday ta'minot bormidi? Sizlarning hol-ahvolinglar qanday kechdi demoqchiman. Yeb ichish bor, boshqa masala. Men o'zim hamchi bilasizmi, olmaga. Ba'zan o'zim ham o'ylab qolaman. Hozir hamda hatto bir 2 kun och qolganmiz. Endi bugun aytish kerak bu gaplarni. Shu qirg'iz o'tovlarini ko'rsak, tilanchilik qilmaganmiz o'man hech qachon. Lekin nazarimda shu ko'zimizdan o'qiydir shekilida bir kampirlar chiqib, bir qarab, indamasdan o'toviga kirib ketardi-da, yo ikkita non, yo bitta kosada qatiq olib chiqardi. Biz juda qorni to'q odamdek bir nozlanib olgan bo'lardik-ku, nariga borib
bir daqiqada non na qatiq qolardi. Aksariyat kunlari u Batken tog'larida nihoyatda olma ko'p. O'zi kichikroq bo'ladi-yu, juda sersuv. O'sha yoz rosa olma pishgan payt, o'sha olmani bitta tepsak duv etib tushadi, ikkita oyog'imizni qo'yib olib o'rtaga mashi bo'yi olma qo'yib olarda qasra qusib olma yeb qornimizni to'yg'izgan kunlar ham bo'ldi. Lekin axborot berish kerak-da. Mamlakatning fikri, o'yi hammasi axborotda edi. Nima bo'lyapti ekan? Jurnalistikaning noli qashti O'zbekistonga degan bostirib kirarmikin yo o'sha yerda to'xtatib qolarmikin qirg'izlar deb o'ylashardi. Shu savolga biz javob berishimiz kerak edi o'sha yerdan. Mana shu mas'uliyat, jurnalist mas'uliyati oldida boshqa hech narsa ko'zimizga ko'rmagan. Qiyinchilik ham, charchoq ham. Yana bitta narsani aytishim kerak. Operatorimiz haqida aytdingiz. Shuhratjon Mirzakarimov juda ulug' yigit edi. Avvalambor u nihoyatda professional, oliy toifali operator edi. Televideniyada bor yo'q 6 ta oliy toifali operator bo'lsa, ularning 2-3 tasi prezident bilan ishlardi. Bitta Farg'onada shu yigit edi. Juda professional edi. Yoshligida o'pkasining yarmi olib tashalgan. Tepalikda kislorod kam. Qilib nafas olardi. Men aytardim, Shuhratjon, jon uka, men boshqa operator chaqiray. Siz meni to'g'ri tushuning. Aytardiki, aka, o'lsam chatda o'lay. Men sizga kerakli tasvirlarni olib beraman. Siz ishoning menga dedi. Va darhaqiqat o'sha yili 3 oy Batkenda, o'sha Abramov muzlikda nihoyatda kislorod kam joy. Shu yergacha borib ishladi shu bola. Kelasi yil Sari Osiyoda ishladi. Va hech kimga biz ishxonamizda axborot tahrir, jon aka, bilishmasin ishxonadagilar meni yarimta o'pkam yo'qligini dedi. Bildirmaganmiz. Siz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist bo'ldingiz. Nechinchi yil bo'ldi? 1992-yilda. Siz oldinroq olgan ekansiz. Shunday. Shuhratjonga o'sha Batkendan keyin qilgan xizmatlariga Shuhrat medali berilgan. Muhammadjon aka, Batkent voqealarini chiroyli yoritdingiz. Biz uni televideniya orqali yosh bo'lsak ham juda qiziqib tomosha qilardik, ko'rardik, tahlil qilardik. Keyin ko'p o'tmasdan Sari Osiyo va uzun voqealari boshlandi. Muhammadjon Obidov Farg'ona vodiysi bo'yicha axborot muxbiri kutilmaganda Surxondaryoda yuribdi. Sari Osiyoga bostirib kirishgan axborotni xabarni eshitgan zahotim men o'sha yerda bo'lishim kerak deb aytdim. O'zim rahbariyatimizga, axborotni. Yo'q, biz u yerga boshqa odam jo'natdik deyishdi. Birinchi kun bu paytda Bobur Alixonov axborot rahbari, axborot direktori. Birinchi kun boshqa muxbir bordi u yerga. Uni reportaji nazarimda mamlakat rahbariyatiga qoniqmagan va topshiriq berilgan, kerakli joylarga tezda Obidovni olib boringlar deb. Va Farg'onaga maxsus harbiy samolyot kelib, men bilan tasvirchini olib, to'g'ridan to'g'ri Sari Osiyo harbiy aeroportiga olib borib qo'nib, o'sha yerga olib borishdi va Muhammadjon aka, hozir siz juda bir oddiy qilib Farg'onaga keldi, biz olib ketdi deb gapiryapsiz-ku. Lekin harbiy samolyot bitta muxbirni va uning tasvirchisini Farg'onaga borib olib, Farg'onadan to'g'ri Sari Osiyoga uchib borishi, bu men bilmayman, tarixda bo'lmagan voqealardan bittasi. To'g'ri aytyapsiz. Batkendagi yoritish tajribamiz borligi uchun ham olib borish kerak bo'ldi. Mana masalan Toshkentga fuqarolik samolyotlarida chaqirib, keyin bu yerdan yana yuborish mumkin, lekin vaqt o'tayotganligi uchun tezkorlik bilan harakat qilish kerak bo'lgan. Biz o'zimiz ham bilmay qolganmiz. Samolyotdan tushiboq yana vertolyotga o'tirib, harbiy voqealar bo'layotgan, harakat davom etayotgan tog'ni tepasiga olib chiqib ketildi va o'sha yerda 1 oy Sari Osiyoda ishladik. Shu yerda yana bitta narsaga e'tibor berib ketish kerak-da. Mana shu Sari Osiyo, Batkent voqealari arafasida axborot xurujlari ham bo'ldi. Juman Namangoniyni ham, Tohir Yo'ldoshni ham chiqishlari bo'ldi. Yo'q, men uni eshitganman. Qarang, BBCda Tohir Yo'ldosh aytayapti. Biz deydi, bayram arafasida deydi. Bu bayram deb mustaqillik kunini nazarda tutyapti. Bayram arafasida deydi, juda katta harbiy amaliyot o'tkazamiz deyapti. Bu bilan tahdid qilyapti, ruhiy bosim o'tkazyapti. Juman Namangoniy orqasidan gapiryapti, uning orqasidan.
biz deydi baribir deydi dovondagi yer osti yo'li hozir perevaldagi tunnelni nazorat etib buni portlatamiz o'sha kuni dedi. Bilasizmi, bu gap endi xalq eshitdi buni. Hammasi xalqni vahimaga solish uchun edi, xalqni qo'rqitish uchun edi va aslida ham shunday bo'ldi. Lekin real ular kirib keldi-yu keyin. Toshkent viloyatiga kirib keldi. Bilasizmi, Sari Osiyo bilan Batkenni o'rtasida juda katta farq bor. Nima farq? Batkenda harbiy Qirg'iziston armiyasi ham tajriba orttirdi. Uni kuzatib turgan, tahlil qilib turgan O'zbekiston armiyasida ham va uni qo'mondonligi ham tajriba orttirdi, qanaqa bo'layotganini, harakatlarni. Va ayni chog'da u jangarilarning o'zi ham Juma va Tohirning jangarlari ham juda katta malaka orttirdi. Va bular bir yil o'zini harakatini tahlil qilib, reja tuzib, bular shunday reja tuzdiki, endi dedi O'zbekistonga biz boshqa joydan kiramiz, 4 ta joydan kiramiz dedi. Birinchi harakatimizda bular o'ylaydiki, xuddi Batkenga o'xshab, mana shu yerdan bostirib kiryapti-da, hamma kuchini shu yoqqa yuboradi. Lekin biz asosiy kuchni boshqa joydan beramiz dedi. Tojikistonning Asht rayoni bor. Asht orqali Perival orqali Bo'stonliq rayoniga o'tib, Jalolobod o'rtasida shu yerda harbiy harakatlar olib borishga harakat qilishgan. Ikkinchi guruhi Xo'jand orqali Lojir degan qishloq bor. Lojir orqali. Uchinchi guruhi o'tgan yilgi Batken yo'li bilan Tavildaradan kirgan. Ularda kichik guruhlar bo'lgan. 30 tadan 40 tadan 2 ta 3 ta guruh bo'lgan. Asosiy guruh bu Surxondaryodan kirgan. Shunda bizni harbiylar har bir nuqtada juda yuksak malaka ko'rsatishdi. Asirga olindi. Men juda ko'p asirlar bilan suhbatlashganman. Ularning video suhbatlari hozir arxivda turibdi. Va voqealarni ular gapirib bergan. Qanaqa qilib kelganlari. Siz nechinchi avgust kuni yetib boryapsiz, demak u yoqqa? Birinchi to'qnashuv 1-3 avgust kunlari bular narigi nuqtalarda boshlashgan. 4-avgust kuni birinchi to'qnashuv, harbiy to'qnashuv Sari Osiyoda bo'lgan. Va men o'sha birinchi reportajim 5-kundan boshlangan. Demak, ertasi kuni yetib borgan. Yetib borganman o'sha kuni. Endi aytdimku, alohida yetkazib olib borishgan. Yana bitta narsa, mana siz bilan o'sha paytda harbiy qo'mondonlikning o'rtasidagi muloqotlar qanday yo'lga qo'yilgan edi? Siz endi o'z ishingizni qilyapsiz, jurnalistsiz, tasvirlayapsiz, lekin u yerda jang ketyapti. Yana meni haligi balki aytishim kerak bo'lmagan gapdir deb o'ylayman, lekin bugun ayting, endi oradan 20 yildan ko'p vaqt o'tdi. Har kuni ertalab 5 ta vertolyot uchib ketadi voqea joyiga. O'zimiz Sari Osiyodagi aeroportda chodirda yotamiz. Operatorim bilan Shuhratjon bilan ketayotsak, respublika kuch ishlatar tizimlarini birini rahbar o'rinbosari juda katta lavozimda to'xtatib qoldi. Abidov dedi, to'xtadim. "Ты на кого работаешь?" dedi. Rahmatim, "Men axborotda ishlayman" dedim. "Yo, sen dedi ruschalab aytyapti. Kimga ishlaysan? Qaysi mamlakat razvedkasiga ishlaysan?" Men aytdim, "O'rta general, men sizni tushuna olmayapman" dedim. "Men O'zbekiston televideniyasiga, O'zbekiston davlatiga, O'zbekiston prezidentiga, O'zbekiston xalqiga ishlayman" dedim. "Bunaqa bo'lsa" dedi, "sen nimaga bizdan" dedi, "o'lgan askarlarimizni tasvirga olyapsan" dedi. "Nega yaradorlarni tasvirga olyapsan" dedi. Aytdim, "O'rta general, bu sahna asari emaski, yo yaxshi chiqmadi, boshqatdan qilaylik" desa, "Bu voqelik bo'lyapti, urush bo'lyapti. Bu tasvirga olayotganda kim o'ldiryapti, kim o'lyapti, buni ichidan ajratib olib bo'lmaydi. Bu birinchidan, ikkinchidan" dedim. "Bu hammasi efirga berilayotgani yo'q" dedim. "Bu tarix-ku, bu mamlakat tarixida video tasvir sifatida qoladi bu narsa. Qachondir nimagadir kerak ham bo'lishi mumkin" dedim. Shu payt ikkita askar o'tib ketayotgan ekan. "Soldat" dedi, to'xtadi. "Chiqarib tashlab bo'lardi ikkalovini hududdan" dedi. Eshitaman, o'rta general dedi. Qarasam, masala endi chikki-pikki bo'lib turibdi. Vaziyat "O'rta general" dedi, "Men O'zbekiston Oliy Majlisining deputatiman" dedim. "Daxlsizman" dedim. "Qani qo'lini tegizib ko'rsinchi" dedim. "Men mamlakat xavfsizlik kengashiga" dedim, "ustingizdan arz qilaman" dedim. "Shu bugunoq" dedim. Men hozir aytaman, qanday qilib menda jasorat paydo bo'lib shu gapni ayta oldim. U yerdagi hamma harbiylarimiz rahbari edi, juda katta odam edi. Hozir ham hayot nafaqada. Bir so'kindi ruschalab nari ketdi. Qiyin bo'lgan.
u biz O'zbekiston hududida bo'lsak ham, mana Batkenda biz Qirg'iziston hududida bo'lganmiz, doim xavotirda bo'lganmiz va hech qanday sharoitsiz ishlaganmiz. Bu yerda hamma sharoitimiz bor. Yotadigan joyimiz bor. O'zimizga biriktirilgan o'sha kunda chiqadigan harbiylar bilan, qo'mondoni bilan chiqadigan vertolyot bor. Oziq ovqatimiz bor pastda. Lekin bizga nisbatan shu baribir shubha bilan qarashardi-da. Endi ruxsat bering, men ham ayrim shubhalarim asosidagi savollarni berib olsam. Marhamat. Endi jurnalistlar o'ziga o'xshagan qitimir bo'ladi-yu. Qarang, sizni tasvirlaringizni ko'rganmiz, hozir ham ko'z oldimda turibdi. O'sha siz sharhlardingiz, o'sha birinchi qor yoqqan kunni eslaysiz-a? Mana ortimizda oppoq qor tushdi deb sharhlayapsiz va pastga qarab bizni askarlarimiz avtomatdan, pulemyotlardan o'q uzyapti. Ya'ni jarayonni siz shunday yorityapsizki, xuddiki ikkinchi jahon urushidagi kabi front o'rtasida jang bo'layotgan holat ko'z oldimizda. Lekin biz Sari Osiyo jangovar harakatlarida ishtirok etganlardan so'raganimizda unaqangi janglar bo'lmagan u yerda. Bizlar asosan ularda pistirmalardan, nimalardan tozalash jarayonida bizni askarlarimiz ro'bara bo'lardi, ular otib qo'yardi. Janglar butunlay qiyofasi boshqacha edi. Mana shu yerga izoh berib keting. Avgust oyini ikkinchi yarmida Sari Osiyoga O'zbekiston davlat rahbari uchib keldi. Askarlarga, harbiylarga qaratib, "Men dedi, sizlarga prezident sifatida emas dedi. Ota sifatida murojaat qilyapman dedi. O'zinglarni ehtiyot qilinglar" dedi. U shunaqangi bir mehr bilan aytdiki bu so'zlarni. Men juda ko'pchilikni ko'zida yosh dumalab tushayotganini ko'rdim. Askarlarda ham, boshqani ham. Va o'sha kuni umuman bizni askarlarda ruhi mutlaqo boshqacha bo'lib ketdi. Meni sal chekkaroqqa oldi. Hamma qarab turibdi. Muhammadjon dedi, "Sen dedi reportajlaringda bitta gapni dedi urg'u berib aytmayapsan" dedi. "Nimani?" dedim. "Bular dedi Afg'onistonda dedi, Tavil-darada juda ham chuqur tayyorgarlik ko'rgan ekan bular" dedi. "Bular oddiy terrorist emas" dedi. "Bular professional terrorist" dedi. "Bizni bolalar urush ko'rmagan" dedi. Yoritishda shu nuqtalarga ham e'tibor qaratish kerak dedi. Bu gapni hozir sizga birinchi marta aytyapman. Va hammada, jumladan jurnalist sifatida bizni ham ruhimiz ko'tarildi. Shu kundan boshlab endi tozalash operatsiyasi qilamiz deb qarorga kelindi. Operatsiyaning nomi tozalash deb ataladi. Очистка dedi. Operatsiya очистка. Nimadan vertolyotdan harbiy juda ko'p o'q uzila boshlandi. Havodan hujumga o'tildi. Ommaviy ravishda shu tozalash baro u yerda nima bormi, jangari yo'qmi, otilaverdi. O'q ayalmadi, bomba ayalmadi. Keyinchalik G'affor Hatami bilan biz Tajovuz degan bir film olganmiz. O'sha filmda mana shu lavhalar hammasi bor. Ular hammasi bostirib kirganlar, garchi 90% o'zbeklar edi. Ularda chet elliklar ham bor edi. Masalan, Pokistondan bordi, Afg'onistondan bordi, Chechendan ham aralashganlar bor edi. Keyinchalik asirga tushganlar, murdasi topilganlarning ichidan aniqlangan bu narsalar. Ana shu har birta kavakni qoldirmasdan tozalov operatsiyasi o'tkazilganda majbur bo'ldi, ular tarqab ketib qoldi. Ular keyin birlasha olmadi va qolgan qutgani bizgidagi ma'lumotga ko'ra yana qaytib Tojikistonni Tavil darasiga qochib ketdi. Shunda O'zbekiston hukumatı Tojikistonga juda ham katta e'tiroz bildirdi. Nega? Sen bizga do'stman deysan doim, lekin seni hududingda bizga dushman bo'lgan guruh turibdi. Hozir bu haqda alohida to'xtalamiz. Undan oldin menga bitta narsa aytib bering. Sizni o'sha tasvirlaringizda bizni mard, jasur, jonini vatan uchun fido etgan 26 nafar vatan posbonlarimizning, millat fidoyilarining tasvirlari turibdi-da. Albatta ular bilan muloqotda bo'lgansiz. O'sha jarayonlarni bir ko'z oldingizga keltiring. Hech esimdan chiqmaydi. Quvasoylik askardan intervyu qildik. Yosh, juda orzu-umidlari katta. O'qishga kiraman, uylanaman. Juda ham bir ezgu tilaklarni aytdi. Qirdi tog'ni tepa qismida biz, Archazorning yonida. Shunda bitta askar aytdiki, "O maydonda" dedi, "ryukzaklar turibdi. Tepadan bo'lgan otishmada qochib ketishdi-yu, ryukzaklari qolibdi. Borib ko'raylikchi" deb
komandiridan ruxsat so'ramasdan haligiga qarab bir 20-30 metr narida haligi ikkita ryuzak. Haligiga qarab yurdi. Shunda bu bola ham uni orqasidan ketdi. Shunday borib ryuzakni olishganda snayperdan otishdi ularni. Qopqon ekanda. U o'rmonning ichida uni atayin qo'yib poylab turishgan ekan darhol. 5 minut ilgari intervyu bergan. Yo, buni tasavvur qilish qiyin juda. Gaplashib turib siz undan intervyu olsangiz 5 minutdan keyin u yo'q bu dunyoda. Men o'sha kasetani uni oilasiga keyin olib kelib berdim. Bilasiz, bizda tajriba yo'q edi-da. Bizda askarlarimizda, armiyamizda hali urush harakatlarining tajribasi yo'q edi. Taktika masalalarida ham, boshqada ham. Ular bo'lsa, qariyb 10 yil Afg'onistonda va Tavildarada harbiy tayyorgarlik ko'rgan. Men kuzatganim shu bo'ldiki, ular snayper ishidan juda unumli foydalangan. Endi zamonaviy qurollari bor, kechasi ko'radigan ulardan durbinlar. Mana o'sha Kishtut, Tavildaradan kelishganda bular tog'dan nariga betda o'tishib, 1 yil, 2 yil ilgari go'yo madikor sifatida kelib, kichik qishloqlarda, Hamidarchada, Kishtutda bular joylashib, odamlarni xonadondan joy bergan ular. Hech kim o'ylamagan endi bular bosqinchi deb. Chunki o'zbek tilida gaplashyapti. O'sha yerda 5-10 kun ishlagan, kimnidir uyini sal ta'mirlashga yordam bergan. Lekin bular hammasi razvedka bo'lgan. Qayerga oziq-ovqat omborlarini qilsak bo'ladi, qayerda g'amlashimiz kerak kirib kelgunga qadar. Qayerda shtabimizni qilishimiz kerak, qayerda pistirma bo'lishi kerak. Keyin qishloq aholisidan kimni yollasak, kim xayrixohroq, ko'proq ishonch, haligi darrov ishonib qo'ya qoladi bizga. Shunaqa ishlarga oldindan tayyorgarlik ko'rishgan bular. Tushgan asrlarda aytib berish bo'yicha ularda Yaponiyadan keltirilgan qimmatbaho o'sha kosmik aloqa vositalari bo'lgan. Keyin ular haligi jasadlarning yonidan ham topildi u narsalar. Sari Osiyoda tog'ning tepasidagi aholini 1126 ta odam bo'lgan u yerda yashaydigan, doimiy yashaydigan. Bularning vertolyotlarda pastga olib tushildi Sari Osiyoga. Harbiy hammomlar qo'yildi. Bolalar oromgohini bo'shatib berildi. Oq prostinalar hamma yo'q, oziq-ovqat, televizor, hamma narsa qilindi. Bilasizmi, biz mana shu qarorgoh studiyasiga o'sha Sari Osiyoda voqealarda ishtirok etgan qahramonlardan suhbatga chaqiramiz. Yaqinda tashrif yurgan qahramonimiz bir qiziq gap aytdi. Bizni do'stlarimiz vafot etardi, lekin ular bizga shunaqangi kuch berardiki, endi shuning o'chini olmaganimizcha qo'ymasdik. Siz endi shu jarayonlar bevosita ishtirokchisi bo'lgansiz-ku, kuzatgansiz, ko'rgansiz, tasvirlagan. Shular bir eslang. Bilasizmi, har bitta shahid bo'lgan o'g'lonlarimiz, farzandlarimiz, ukalarimiz bu qolganlarga shu vatan uchun dushmandan qattiq zarba berib o'ch olish tuyg'usini kuchaytirgan. Va mana Sari Osiyo haqida bergan reportajlarimizdan balkim bironta lavhasini suhbatimizga ilova qilarsiz. O'sha yerda ham aytishyapti biz mikrofonga. Men dedi, bu do'stim edi dedi. Endi hozir u yo'q dedi. Men uni o'chini olaman. Hali senga ko'rsataman. Endi shunaqa bir ichki bir g'azab, ichki bir tuyg'u va mana shunday bir kuch bilan janglarni davom ettirishgan. Endi u tomondan ham halok bo'lganlarning jasadlarini ko'rdimda. Yosh yigitlar. Boya aytganimda aksariyati o'zbek. Ular adashgan. Shuning uchun Sari Osiyo voqealaridan ilgariroq prezidentimiz Batken voqealarini nazarda tutgandan keyin amnistiya e'lon qildi. Kimni qo'li qonga botmagan bo'lsa, adashib kirib qolgan bo'lsa, o'ziga xulosa qilsa, uni amnistiya qilamiz, kechiramiz dedi. Lekin buni hammasini miyasiga quyish qiyin edi, ularga yetkazish. Chunki ularni aqli yillar davomida shahidlik bu jannatning yagona yo'li deganda. Aslida Olimjon bu masalani tagida boshqa narsa yotgan. Men Birlashgan Millatlar Tashkiloti raisining birinchi o'rinbosaridan intervyu olganman. O'sha filmda ketgan intervyusi bor. Va shunda u Afg'onistonda bir yilda 3270 tonna
opium yetishtirilganligi, shundan 327 tonna eksport qilinadigan xaridor dori ishlab chiqarilganligini va bular hammasi Tojikiston orqali, Rossiya orqali Yevropa bozoriga borayotganligini aytgan, intervyu bergan. Endi bu narkotrafik uchun mana savol beringda. Kosmik aloqalar vositalari, har bitta guruhda kosmik u juda katta pul turadi. Qayerdan oladi? Bu o'sha narkotik trafikni ta'minlagani uchun. Aslida bu bostirib kirgan guruh o'sha narkotrafikka xizmat qilgan. Biz islom lashkarlari bizdir edi. Lekin narkotikaga o'sha harom yo'lga xizmat qilib topilgan pul bilan ta'minlangan odamlar bo'lgan bular. Muhammadjon aka, men yana bitta masalani so'ramasam bo'lmaydi. Ulug'bek Mahmudov adashmasam, bu shaxs bilan siz ikki marta ikkita jangovar vaziyatda ham ko'rishgansiz. Shunday. Va intervyu ham olgan ekansiz. Shunday. Shu haqida bir gapirib bering. Uni intervyusi hozirgacha saqlanib qolgan. Bir qismini biz tajovuz filmida ham foydalanganmiz. Bu o'sha Batken voqealari boshlangan paytda birdan shtabga vertolyotda, o'sha kuni men vertolyotda bo'lmaganman, vertolyotda bitta yaradorni olib kelishdi. Vertolyotdan haligi prezident nasilka deymiz. Halida shunday tushirganda o'zbek tilida so'kinyapti. Palonini piston qilay, palon qilay deb. Bildimki endi o'zbek bola. Yugurib bordim oldiga. O'zbekmisan dedim. O'zbekman. Men qaradim. Hozir sani Qirg'iziston maxsus xizmati olib ketadi so'roq savol uchun. Shuning uchun meni O'zbekistonning konsulxonasiga olib boringlar, O'zbekiston konsul bilan uchrashib deb talab qilgin dedim. Desam, "Ya, men unaqa qilmayman" dedi. "Voy, nimaga? Esing bormi sani?" desam, "Siz meni tanimadingizmi?" dedim. Aytdim, "Yo'q, endi ko'ryapman seni" dedim. "Ani Piskentdagi askarni o'ldirib, avtomatini olib qochgan Ulug'bek men bo'laman" dedi. U haqda men xabarim bor edi, lekin aynan o'sha Ulug'bek Mahmudov ekanligini bilmaganman. Kechirasiz, men ham senzuradan tashqari bitta gap aytdim unga. "Hali sanmading" dedim, o'sha dedim. Eng qizig'i o'sha Ulug'bek Mahmudov bilan siz endi Sarosiyada ham yana ro'bara kelib qolyapsiz. Qarang, endi Ulug'bekni bular O'shga olib ketishdi. Hali maxsus xizmat, chunki u tirik, undan ko'p ma'lumotlar olishim. Ulug'bek Piskentda o'sha 99-yili askarni o'ldirib, avtomatini olib, shu yerdan qarang. Nechta postlar bor Batken atrofida ham. Juma namoyonini oldiga ketayotgan bo'lganda, shunda o'sha nimaga qo'shilay degan joyda tog'ning tepasida Qirg'iz armiyasi askarlari uni asirga olishgan, otishmada ozgina yarador ham bo'lgan. Buni O'shga olib ketishdi. Ular bilan demak aloqada bo'lib turganda, shu manzilga qarab borayotgan. Borish uchun aloqada bo'lgan bo'lish kerak. Keyin uni olib ketishdi. Endi qirg'izlar boya suhbatimizda aytdik, hali asirga olganlar, yaponlar bor, hali general bor, bermay turibdi. Oxirga kelganda ular aytdiki, bizga dedi, bizdan olgan asirlarni berasan, unga Ulug'bekni ham qo'shib berasan dedi. O'zi Ulug'bek bularning safiga qo'shilmagan edi. Uni ham berasan dedi. Va Qirg'iz tomon rozi bo'ldi. Ulug'bekni, chunki yapon geologlarni almashtirishga majbur edi. Uni berishdi. Dedim, qo'ldan chiqib ketdi-ya, bu qotil bitta yosh yigitni o'ldirib, mana qo'ldan yana chiqib ketdi. Bu qonun oldida jazo berish kerak edi deb qoldi. Afsus qildim. Endi qarang, kelasi yil Sarosiyoda yana asir tushib turibdi-ku haligi. Men aytdim, "Ha, Ulug'bek" dedim. "Endi qo'limga tushdingmi?" dedim. Va u bilan bir necha marta suhbatlashdim, videoga oldim, intervyular oldim va ko'p ma'lumotlarni u yoqdagi bo'lgan. O'sha Tavildarada ham hatto Said Abdulloh Nuriy 30-avgust kuni bo'lgan matbuot konferensiyasida Dushanbada bo'lganda aytdiki, Juma Namoyoni hamma askarini olib Afg'onistonga chiqib ketdi. Tojikiston territoriyasida, hududida yo'q u dedi. Qaysi yo'ldan chiqib ketdi? Qaysi yo'ldan chiqib ketganini bilmayman dedi. Lekin chiqib ketdi, yo'q dedi. Endi Ulug'bek aytayaptiki, Said Abdulloh Nuriyni odamlari, Jagani odamlari kelishib, mashina berishdi va 200 tani Tavildarani tepasida Lojir degan qishloq bor. Lojirga undan narida kommunizm degan joy bor. O'sha yerga olib borib, tashab, qolgan
ozgina qism askarlarni Afg'onistonga olib chiqib ketishdi. Bu yerda kuch qolgan deb haligi intervyu berdi. Ko'ryapsizmi? Tojikiston hukumatida ham yagona boshqaruv hali kuchli emas edi o'sha paytda. Shuning uchun O'zbekiston hududi juda xavfli bo'lgan o'sha yillari. Muhammadjon aka, sizni o'sha lavhalaringizni kuzatib turardim. Va siz o'sha biz jurnalistikada stand-up deymiz. Stand-upda qaraganingizda sizda qanaqadir qaltiroq sezardimda. Bu ichki qo'rquvmidi yoki? Yo'q, olimjon bilasizmi? Men Batkenda ham, Sariosiyoda ham hech ham jangda hayotimni yo'qotishdan qo'rqmaganman. Aslida shunday hodisa ham ro'y bergan. Bir gal biz Sariosiyoda tasvirga tushirib bo'ldi. Men yonida turibman, yonimda operator. Kamera 14 kilo turadi. 14 kilo. U paytda Betacam SP degan katta kamera. Hozirgi texnik vosita yo'q. Yelkani o'yvorardi, og'irligi. Mana shunday ushlab turganda, mana bomba qirib syomka qiladi. Shuni bunday to'xtatib turganmiz shunda. Shu o'q kelib kameraga tekkan. Bu Sariosiyoda. Qaysi Sariosiyoda Shuhratjonni itarib yubordim, o'zim bu tomonga tashladim. Qarasam, kameraga o'q kelgan. Agar shu sal bundaroq turib snayper otgan, sal bundaroq bo'lganda operatorning ko'ziga kelardi haligi o'q. Shunday holat ham bo'lgan. Keyin darhol bizga ikkinchi kamerani va bitta ehtiyot zapas kamera ham olib kelishdi. Endi biz O'zbekiston hududida bo'lgan. To'g'risini ayting, o'sha jangovar harakatlarda sizda ichki qo'rquv bo'lmaganmi? Yo'q, men qo'rqmadim. Qo'rqmadim. Buni to'g'ri tushuning. Men buni maqtanish uchun aytayotganim yo'q. Chunki bilasizmi, men 8-dekabr kuni Namanganda bo'lgan hokimiyatli voqealarda hamma qo'rquvni yelkamdan chiqarib tashlaganman. Yuragimdan chiqarib tashlaganman. Nechta odamlarni jazolashgan, o'sha Tavba degan bir guruh tuzgan bu Juma bilan Tohir. 30 ming odam Allohu akbar deb turganda o'sha hokimiyatli binosiga kirgan. O'sha tasvirlar sizning tasvirlaringiz demak. Muhammadjon aka, yana bitta kichkina savol. Siz Batkentda 3 oy qolib ketdingiz. Oradan hech qancha o'tmay yana Sariosiyoda 1 oy. Keyin ham bunday vaziyatlarda bilasizmi, bu kasbda ishlaydiganlarni oilasi albatta shu kasbga moslashishga majbur. Hozir ham nafaqat urush, mana tinchlik paytida mana hozir siz bilan o'tiribman. Oilam Farg'onada. Bir kun, 2 kun, balkim ko'proq chet el safarlarga chiqamiz. Yo'q, men demoqchimanki, jurnalistlarning ham faoliyati harbiylarimizdan aslo kam emasda, aslida. Ayniqsa bu jangovar harakatlarda ishtirok etayotgan jurnalistlar. Lekin bitta qiziq savol, menimcha ko'p bizni tomoshabinlarni ham hozir qiziqtiradi mana shu savol. 18-kvadrat filmi bor. Jahongir Qosimov iste'dodli rejissyor olgan. O'sha yerda kichkina bitta epizod bor. Jurnalist Farhod Bobojonov jurnalist rolini u intervyu yana stand-up yozyapti va o'sha payt qo'mondan kelyapti, "Yo'q, dushman u yoqda emas, bu yoqda" deb turib uni to'g'rilab ketyapti. O'sha sizni tuhmat bu. Bu har qanday kinoda masalan bo'rttirish, boshqa narsa bo'lishi mumkin, lekin bunaqangi filmda bunaqangi kadr qo'yish bu nihoyatda malakasizlik va nihoyatda bu odobsizlik hisoblanadi. Hech kim hech qachon o'q qayerdan otilayotganini ko'rib bilib turgan odam boshqacha harakat qilmaydi, qila olmaydi ham. Ben o filmni ko'rganman, o'z paytida o'zimning fikrimni ham aytganman. Va jurnalist ustidan ham bunday hukm chiqarishni o'ylaymanki, chunki ularni o'zi yaqiniga ham bormagan. Uni bevosita ishtirokchilar bilan bir yaqin ma'lumotlar olmagan. Hammasi xayoliy filmlarda. Muhammadjon aka, menda bitta taklif bor. Suhbatimiz lekin endi avj nuqtasiga keldi. Kulminatsiyasiga endi keldi. Chunki men hali so'raydigan juda ko'p savollarim bor. Chunki sizni bu jurnalistlik kasbini orqasidan qancha tuhmatlarni ham boshingizdan o'tkazgansiz. Hatto sud ishlarini boshdan o'tkazgansiz. Keling, hozir biz qisqa bir tanaffus qilsak, birinchi qismda shu yerda to'xtatsak-da, tanaffusdan keyin ikkinchi qismida suhbatlashsak. Rozimisiz? Rahmat. Olimjon, avvalambor meni chaqirganingiz uchun katta rahmat. Qolaversa bugun o'sha xotiralar yana tirildi. Yo'q, siz hozir bizni kuzatuvchilar bilan xayrlashmang. Biz ikkinchi qismda albatta siz bilan suhbat davom ettiramiz va kuzatuvchilardan men iltimos qilamanki, Muhammadjon Obidovga savollaringizni bizga jo'nating. Ikkinchi qismda sizning savollaringiz bilan savol-javob qilamiz.
muhammadjon aka, men hali qirg'iz generali bilan intervyusi haqida alohida savollarim bor. Qisqa muddatga siz bilan suhbatimizni to'xtatamiz. Sog' bo'ling.